Agar siz qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi yoki uning tizimidagi tashkilotlarda korrupsion holatlarga duch kelsangiz, bu haqda darhol bizga xabar berishingizni so'raymiz. Sizning murojaatingiz qonuniylikni ta'minlash va adolatni qaror toptirishda muhim ahamiyatga ega. Murojaat uchun qisqa 1298 ishonch telefoniga, shuningdek vazirlikning 71 kodi bilan 210 1104 ni terish orqali xodimning 1066 ichki raqamiga yoki korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining 1253 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bundan tashqari qulaylik uchun maxsus yaratilgan qurilish compliance bot Telegram boti orqali ham murojaat yuborish imkoniyati mavjud. Unutmang, yuborilgan har bir xabar belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi. Eng asosiysi, murojaat qiluvchining shaxsi qat'iy sir saqlanishi kafolatlanadi. Bog'lanish uchun qo'shimcha ma'lumotlar esa video ostida.